salom, sizlar bilan Yashko. Bugun biz ikkinchi qismini olamiz, ya'ni davomini. Ko'rib turganingizda o'tgan galgi videomizda biz bedrockgacha qazib tushdim. Shunga bu yoqlarni уже men uyni bitirdim. Sunduqlar ham qo'yib tashlaganman, figa qo'yib tashladim. Keyin mana sunduqlarga narsa qo'yib chiqdim. Hali bu yoqlarda-yu privat qo'ydim, sredniy privat. Imam bitta mana bor. Xo'p, endi biz bu privatlarni kuchaytirishimiz kerak. Qanaqa kuchaytiramiz? Privatlandimmi? Uyimizni kuchaytirishimiz kerak. Buning ishi juda ham oson. Xo'p, privatlarni hozir o'zgartirmoqchiman men. Xo'p, вот mana unikalniy privat deb yozsanglar chiqib keladi. 4 million, 6 million. Voy. Tak qimmat ekan, kerak emas bo'lmasa. Незритный броня, меч, нагрудник. Yo'q ekan demak. Xo'p, biz endi spawnga boramiz. Yo'q, hozir narsalarni olishim kerak. Tak, ma'mulan hamma kerakli narsalarni olamiz, obunachilar. Lazurit kerak bo'ladi, chunki zachirovat qilishga spawn. Hop, 3 sekund kutib turamiz, 3 sekund kutish kerak. Bo'ldi, все, mana spawnga keldik. Hozir obunachilar. Hop, obunachilar. Уже biz narsalarni qabullab, lekin mech qidiryotgandim, ya'ni qilich. Qimmat ekan juda, men pulim yetmas ekan. Shuning uchun biz Astrata 3 qildik. Voy, filtr berdi. Normal, nebesa karta 3. Yaxshi. Hop, o'tiramiz. Men PvP ga bormoqchiman, ya'ni Warp PvP ga PvP. Hop. Qanaqa? Warp bo'ldi. Warp PvP. Bo'ldi. Hech kim yo'q, oppa. 5 ping qo'yibdi, ping. Juda ham ping qo'yibdi. Warp PvP'da hech kim yo'q, chunki odam kamda. Hop. Savol pastroystilayotgan bo'lsa ovozim uzr. Hop, mana nima bo'ldi? Men fikr Ditsunate. Voy, Ditsunate. Hop, obunachilar hech kim yo'q baribir. Hech kim yo'q. Chiqib turib, undoq qilsak ham bo'ladi. Ovozim past chiqayotganligi uchun uzr. Hech nima yo'q. Tak, yaxshi. Hech nima yo'q. Вроде да. Qaraymiz. Hop. Bo'pti, biz boshqa serverga kiramiz. Hop. Ya'ni birinchi serverga kiramiz. Odam juda ham ko'p bo'ladi.
Hop. Hop, ovozliga ahamiyat bermaymiz. Cho'tta kirib bo'lmayapti. Ha, ana endi kirdi obunachilar. Hop, men ikki kanal oldim. Tushunmadim o'zim. Hop. Bu mayli, ahamiyat bermaymiz bunaqa narsalarga. Hop. Bize birinchi o'rinda nima ketgani? Sel 200 yo'q, 250 30 million cents. Editor production minimum edit money approximately 30 millionga sotilyapti. Sell 30 ne? Все. Imzada kimda kirib turib, davlat 30 millionga ketdi. Endi biz PvPga spokойненько borsak bo'ladi. Mana u one degan odamlar bo'ladi. Men 64 ta oldim. Qolganini sotib olib turamiz. Sell 30 mi? Bo'ldi, ketdi, давайте. Hop, bu o'tmasak obunachilar. Bo'lmasam PvP ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Vроде yaxshi eshitilyapti deb o'ylayman. Chunki o'zimga eshitilmayapti ovozim. Hop. Stop. Да ну. İşte zeleni bitmiş. Yaxşı obunachilar. По-моему, hechkim qaramaydi bo'lganda. Bo'ldi. Ko'rinmas odamimiz. Hop. Yaxshilab qaraymiz obunachilar. Hop. Ketdi. Tushamiz pastga. Desam obunachilar shuning uchun. Endi qanaqa qilib aytamiz obunachilar? Tushib ketsam o'laman, bilib turibman. Shuncha narsalarim bor. Shuning uchun barib boshlaymiz. Qachon ko'rmayman. Bizlar to'g'rimi? To'g'ri. Hop. Qo'rqonman cho'ta. Нет. Yaxshi. Obunachilar. Yaxshi, nima necha oldi yaramas. Mamnaqa xo'rishdan ham olamiz. Kirkan ham olamiz. Norim. Chunki menda ping bo'lyapti, bo'layotgan bo'lsa. Ну, нормально. Хорошо. Shunaqa qilib ko'paytirib ko'rinmayman, sizlarga to'g'rimi? Antikimdir bor ekan. Ovozim past eshitilyapti, bilaman. Hop, obunachilar. Men yaxshi bo'ldi. Men sizlarga aniq 30 boraman.
obunachilar mana shunaqa qilib hamma narsani yozib qo'ydim. Endi boshida polniy set yasashim kerak, chunki kiyimim ham uncha kuchli emas edi. Endi keyingi qismida men buni qo'raman. Ya'ni yasab olaman, uje sizlar buni o'tib ketasizlar, men uje buni ko'rib olaman, ya'ni qilib olaman bu ishlarni. Men hozir kompyuterda o'ynayotganimga qiyin bo'ldi PvP qilish, PvP. Lekin yaxshi narsalar zavodda qildim, mayli. Olmasli narsalarni achinarli emas. Yaxshi. Hop, mana o'lgan joyim bu, nariyotda lapata. Lapata topdik. Hop, bu norm yaxshi. Men bitta narsalarni turgan bo'lsa, lekin shunaqangi xursam bo'laman. Yo'q ekan. Hop. Hop, ketdi. Hech kimga urmasdan. Qaranglar, qanaqa urishyapti. Beni kimdir öldürdü. Şuna qilmaydi va hammaga xayr, sizlar bilan yaxshi bo'ldilar. Mayli, hammaga xayr.